Tanishlarim kam, shuning uchun tarmoqli biznes men uchun emas deysizmi? Rostdan ham shuni muammo deb o'ylayapsizmi? Keling bir narsani kelishib olaylik. Tasavvur qiling, siz kosmetolog bo'ldingiz, lekin hamma tanishlaringiz ukolga, botoksga qarshi. Nima endi ishingizni to'xtatasizmi? Karyera tugadimi? Yo'q, albatta. Siz ijtimoiy tarmoqlarga chiqasiz, reklama qilasiz va xizmatlaringizga muhtoj bo'lgan minglab begona odamlarni topasiz. Yoki yoga studiya ochdingiz, lekin do'stlaringiz faqat osh yeyishni biladi. Shu sababli studiyangizni yopasizmi? Albatta yo'q. Tarmoqli biznesda ham xuddi shunday. Bu yerda tanishlar soni emas, tadbirkorlik ongi muhim. Hozir internet zamoni. Majburlab sotish emas, tizimli ishlash vaqti. Kontent bor, networking bor, reklama bor. Agar tanishim kam, demak imkoniyatim yo'q deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bilingki, bu chegara faqat sizning miyangizda. Biznes tanish bilish bilan emas, strategiya va harakat bilan quriladi. Qanday qilib begonalar bilan jamoa tuzish va tarmoqli marketingda natijaga erishishni bilmoqchi bo'lsangiz, profilimga obuna bo'lib, meni kuzatib boring. Hammasini oddiy, sodda tilda tushuntirib va amalda ko'rsatib boraman.